styuardessa bo'lishni orzu qiladigan va Malayziya davlatida bepul yashab, dunyo kezishni xohlaydigan o'zbeklar uchun zo'r imkoniyat bor. Men Durdona Safarova styuardessalik kasbi bilan bo'shab, oyimni olib sayohatga yo'l oldim. Styuardessa bo'lishimni eng ko'p xohlagan inson bu oyim edi. Endi esa ularni dunyo kezish, stresslardan uzoq hayotni ko'rsatish vaqti keldi. Bizning yo'limiz Malayziya. Bu musulmon davlat bo'lib, qizlar uchun juda xavfsiz. Eng qiziq joyi shundaki, bu yerda qish ham, sovuq ham yo'q. Butun yil yam-yashil tabiat, gullarga to'la bog'lar va juda toza havo. Hatto oyoq kiyimsiz yursangiz ham paypoqlaringiz chang bo'lmaydi. Agar siz ham styuardessalik kasbiga qiziqsangiz, sizda Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda bepul yashab, dunyo kezish imkoniyati mavjud. Qanday deysizmi? Bu yil Air Asia aviakompaniyasi o'zbek qizlari va yigitlari uchun ham bort kuzatuvchi kasbiga ish o'rinlarini ochdi. Ishga kirish uchun esa talablar juda oddiy. Sizdan faqat ingliz tilini B2 darajasida bilish talab etiladi. Lekin suhbat jarayoni boshqa aviakompaniyalarga qaraganda o'zgacha tarzda bo'lib o'tadi. Bunda 5 xil etap bo'lib, siz hammasidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida ko'proq bilishni istasangiz, meni kuzatishda davom eting. Men sizga barcha kerakli ma'lumotlarni ulashib boraman.